Bitta dasturxonda Qosim aka men Ditto o'tirganimizda Ditto meni napriga tiqotgan bo'lsa ham Qosim aka mendan so'raganlar, seni napriga tiqotdimi shu inson deganlarida men mard bo'lib, yo'q hech qanaqa narsa qotgani yo'q, zo'r aka u yoq edi bu yoq edi deganimda Qosim aka ikki xil gapirib olsan endi deb turib so'kib, o'shanda ham meni shu vaziyatdan bu isqirtni qo'lidan olib chiqib ketishga harakat qilgan inson bo'ladilar. Qosim akani menga qilgan yaxshiligini bu o'zini foydasiga o'girib olib, bulasani uyiga olib ketib qolmoqchi edi, bulasani urmoqchi ediga chiqarib o'zini versiyasini to'g'rilab, xalq oldiga chiqib o'zini yaxshi qilib ko'rsatyapti. Shunda kelib chiqyaptiki, men haqiqatan buni aka deb yurganman, haqiqatan o'zimga yaqinda, lekin Dubayda mashinani avariya qilib, muammo bo'lgan paytida, bu mashinani avariya bo'lgan rasxodlarni strixovka olib berish kerak bo'lgan paytida menga yo'q hech qanaqa strixovka bo'lmaydi. Bu narsaga o'zing rasxod qilishing kerak, tuzatib beraman deganimda ham, yo'q tuzatib bera olmaysan, menga soqqani o'zini ber, o'zimiz tuzatib olamiz deb naprigat qilib, hozir istoriyani o'zi tarafiga burib olib, sizlarni oldinglarda eng правильный mujikka yoqayotgan inson bo'ladi bu. Asl basharasini ko'rib olinglar.